senzuraga baho berilganda u o'zi bilan ko'proq muloqot qilib ko'rish kerak. Ota-onasi qayerga qarayapti? Akalari bormi buni? Men ekonomist emasman, ayting. Haqiqatda ayting, men aktrisaman. Kim sizdan so'rab o'tiradi, ichingizda nima bo'lyapti? Keyin uyga borganman. Oyijon, men rassom bo'laman endi. Ona qiziga qanaqa o'sha psixologik qanaqa berayotgani juda ham katta rol o'ynar ekan. Bizni oilamizni statusiga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar qanaqadir yomon rollarda chiqishsa, nima hissa qilaveradi? Endi negativ yozilganlarni ham tushunish kerak. Assalomu alaykum. Bu HD Magazine. Bugun biz murakkab va muhim mavzuda suhbatlashamiz. Bugungi mavzuyimiz hayo yoki qo'rquv. O'zbek ayolidagi ichki senzura rivojlanishga to'siq bo'ladimi? Nima uchun ba'zan hech kim taqiqlamasa ham o'zimizni o'zimiz to'xtatamiz? Nega ayniqsa san'at haqida gap ketganda qo'rquv, shubha va ichki taqiqlar shu qadar ko'p? Bugun bizning davramizda bu holatlarni boshidan o'tkazgan, kurashlarda davom etayotgan va jamiyatdagi stereotiplarni o'zgartirayotgan ayollar ishtirok etmoqda. Hilola Nazirova, tarix fanlari doktori, sharq matnlari tadqiqotchisi. Nigina Jabborova, teatr aktrisasi. Husniya Alimova, jurnalist, HD Magazine shef redaktori. Kamila Sayfuddinova, Malayziyadagi startap loyihasi asoschisi. Va men davra moderatori, san'atshunos Shahlo Baxriyeva. Xo'sh kelinglar, suhbatimizni boshlaymiz. Avvalo ichki senzura degan nimaligi haqida aytib bermoqchiman. Ichki senzura bu insonning o'z fikrlari, harakatlari yoki hissiyotlarini cheklash jarayoni bo'lib, bunga ichki e'tiqodlar, taqiqlar, uchrashish qo'rquv, jamiyat normalari yoki tashqi bosim sabab bo'ladi. Bu nafaqat ommaviy, balki shaxsiy ifoda erkinligiga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu tarbiya, jamiyat bosimi, madaniyat ta'siri yoki oqibatlarda ichki qo'rquv natijasi bo'lishi ham mumkin. O'zi tarixan olib qaraganda o'zbek ayolini o'zlik tarixi hali oxirigacha yetmagan, yoritilmagan. Shuning uchun ham senzura so'zini doim tashqi senzura sifatida qaraladi. Ya'ni ayollarni boshqaruvi bo'ladimi, ijtimoiy hayoti bo'ladimi yoki o'zini shaxs sifatida namoyish qilish harakatlari bo'ladimi, qaysidir ma'noda ichki va tashqi senzuraga duch keladi. Eng yomoni menimcha bu ichki senzura, chunki hali tashqi senzuraga duch kelmasdan oldin siz o'zingizni ichingizdan bo'ldi, men bunga tayyor emasman, bu meniki emas, ertaga bu narsaga qadam bossam, komfort zonamdan chiqsam bo'ldi, men oilamdan yoki ishimdan yoki jamiyatdagi biror bir muhim fikrdan ayrilib qolaman. Shuning uchun ham o'ylaymanki, har bir ayol o'zi bilan ko'proq muloqot qilish kerak, ya'ni ichki dunyosini ko'proq ko'rish kerak, nima xohlayotganligi haqida konkret bir savollar berish kerak. Agar biz tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, doim bizga qaysidir stereotiplar yondashtiriladi. Ya'ni bu shunaqa bo'lish kerak deb o'ylaydi. Agar bu Temuriy malikalar oladigan bo'lsak, ha albatta kuchli biror bir nasl nasab egasi, lekin shu bilan birga u kelin deyiladi. Birgina misol shu Xonzodani o'rganganimda, bu tarixiy romanda ham, teatrda sahnalashtirilganda ham hayron qolganman. U to'g'ri Amir Temur kelini, lekin shu bilan birga u qo'ng'irotlar vakilasi va Amir Temur aynan shu kelinini olish uchun juda katta harakatlarni amalga oshirgan. Hatto shu xudandachilikni saqlab qolish uchun ham uni keyingi o'g'liga, ya'ni Jahongir Mirzo vafot etgandan keyin keyingi o'g'li Mironshohga nikohlab bergan. Bu nimadan dalolat beradi? Bu yerda kelishuv bo'lgan, ya'ni u ayol bilan ham kelishilgan. Shuning uchun ham bu voqelik, ya'ni Mironshohni boshqaruvidagi kamchiliklarni hech kim Amir Temurga to'g'ridan to'g'ri yetkazib bera olmagan paytda kelini kelib Samarqandda shu narsani aytganda juda katta rezonans bo'lgan. Lekin afsuski hozirgi zamonaviy talqinlar sal boshqacharoq. Agar biz buni ilmiy ommabop jurnalistik nuqtai nazardan qilsak, mana bu kelin butun boshli imperiyaga qarshi chiqib, o'g'li kamchilikni kelib qaynataga aytdi degan talqinlarni ham o'qidim. Yoki bo'lmasa, bu kelin haqiqatparvar bo'lgani uchun chidomiy kelib shu gapni aytdi. Lekin uchinchi talqin ham bor. Ya'ni u ham mustaqil bir sulolani vakilasi sifatida, unda ham ovoz bor edi va bu ovozdan foydalanish o'sha paytda ayollar jamiyatida balkim normal hisoblangandir. Balkim biz shu rakursdan bu narsani ko'rib chiqarmiz. Va xuddi shu obrazda biz Xonzodani Amir Temur kelini deyilgandan ko'ra O'zbekxonning nabirasi, Shirinbekani qizi, qo'ng'irotlardan ekan degan talqinlarni ko'proq uchratamiz.
Shuning uchun ham men o'ylaymanki, har bir ayolga senzuraga baho berilganda u o'zi bilan ko'proq muloqot qilib ko'rish kerak, o'zi nima xohlayotganini bilish kerak. Ana undan keyin o'sha senzurani olib tashlashga xatti-harakatlari boshlanishi kerak. Endi ertalabdan kechgacha anaqa spirtsidir qilgandan keyin kim sizdan so'rab o'tiradi, ichingizda nima bo'lyapti deb. O'shanda ayollar o'zimdan o'zi ko'proq muloqot qilish kerak-da. Mana shu podkast boshlanishidan oldin ham har birimizga berildi-yu, ya'ni bizda ham ichki senzura bo'lganmi, qanaqa qilib yengib o'tganmiz, nima xohlayotganimizni bizdan ko'ra kimdir yaxshiroq bilishi mumkin emas-da. Baribir oxir oqibat siz o'zingiz hayotingizga mas'ul ekanligingizni anglashingiz kerak. Endi bu ham bilasizmi, menimcha yillar o'tib inson bu narsaga keladi. Chunki albatta o'zimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkin. Mendan ham so'rab o'tirishmaganda, kim bo'lasan sen, nima ish qilasan? Esimni tanibmanki, shu nima deydi, uydagi ishlar bilan spirsidir bilan katta bo'lgan ekanmiz. Ovqat qilishni bilishim kerak, shart albatta. Hovlida yashardik, ertalab albatta o'qishga ketishdan oldin supurish kerak. O'qishdan kelganingizdan keyin supurish kerak, kuxnyaga kirish kerak, oshxonaga kirib ovqatlarni qilishingiz kerak. Ozgina bo'yingiz o'sgandan keyin siz haligi qizim bo'yingiz o'sib qolibdi, mayli o'qishingizni qiling, biz aytgan yo'ldan boring. Xo'p, kim bo'ling? Yo nima deydi, shifokor bo'lasiz, yo davlat ishida ishlaysiz. Boshqa ish qilsam bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bizni oilamizni statusiga to'g'ri kelmaydi. Mayli, xo'p, bo'pti. Keyinchalik shu o'qib, nima deydi, atrof muhitni ko'rib, o'rganib, gaplashib insonlar bilan, to'xtab turing, mana bu kitobda, mana bu pyesada boshqacha yozilgan ekan. Inson o'z fikriga ega ekan. Ozgina men ham o'z fikrimni aytib ko'ray degandan keyin shu o'smirlik davrimda o'zimni fikrimga ega bo'lgan bir qiz bo'lgan ekanman-da, bundoq o'ylab qarasa. Hozir shu tarixdagi gapni gapirganingizdan keyin ozgina analiz qildim-da, chunki har bitta gapirgan gapimni men o'zimni hayotimdan kelib chiqqan holda gapiraman. Chunki o'zimni hayotimni men ko'proq yaxshiroq bilaman. Masalan, siz uchun men gapira olmayman yoki Husniya uchun men gapira olmayman, boshqalar uchun gapira olmayman. Har doim qanaqadir nima deydi? Masalan, deydigan bo'lsam, o'zimdan kelib chiqqan holda gapiraman-da. Aynan shu gapingizga men ham shu analiz qilib ko'rdim-da o'zimni yoshligimni. O'ylab qarasam, o'z fikrimga ega bo'lmagan ekanman. Qachondan mana shu fikrga ega bo'lishni boshlandi? Qachondan o'sha kuchni topdingiz o'zingizda? Aytaman, o'smirlik davrimda. Bu hattoki o'smirlik ham emas, litsey davrida. Bu necha yosh bo'ladi? 17, endi 18 yosh bo'ladi menimcha. U paytgacha shu har bitta aytilgan gapni chizilgan chiziqdan chiqmay kelgan qiz bo'lganman. Husniya, jamiyatdagi taqiqlarni qo'rqib o'zingizni cheklayotgan birinchi martani eslaysizmi? Jamiyatdagi taqiqdan qo'rqmaganman, to'g'risi yoshligimdan, chunki bizani uyda hozir mana negini aytib o'tdilar. An'anaviy o'zbek oilasidagi qani siz hozir описать qilib berdingiz-da, tarbiyani to'g'ri juda ham ko'p kuzatganman, lekin menda shunaqa bitta yutug'im bo'lganki, ya'ni xuddi shu siz aytayotgan tarbiya, xuddi shu siz aytayotgan narsani meni hayotimdagi juda ham katta rol o'ynagan inson, ya'ni onamda xuddi shunaqa tarbiya bo'lgani uchun onam xohlamaganlar, ularning farzandlarida ham shu narsa takrorlanishini. O'shaning uchun yoshlikdan o'g'il bolami, qiz bolami birinchi o'rinda har doim aytardilar. Nima ish qilsanglar ham o'zinglarni qidirishda davom etinglar va nima o'zingizga yoqishini o'zingizlar qidiringlar, o'zingizlar topinglar va men har doim sizlar bilanman va yana bitta eng muhim narsa aytardilar. Hozir chunki juda ham ko'p ko'raman, o'zimni tengdoshlarimda ham, ayniqsa yosh qizlarda pul topishga qiziqib ketmanglar. Chunki rizq bo'ladi, rizq Allohdan, rizq keladi. Главныйsi o'sha o'zingning ishingni, o'zing nimaga yonvosan, o'shani topib olgin. O'sha pul topishga qiziqib ana qilib ketmagin deb tarbiyalaganlar. Shuning uchun yoshligimdan hech nimadan qo'rqmaydigan, hamma narsani o'zim eplaydigan. То что chunki onam menga shunaqa katta har doim kuch berardilar. Ona qiziga qanaqa o'sha psixologik qanaqa berayotgani juda ham katta rol o'ynar ekan qiz bolani inson sifatida yetishib chiqishiga va o'sha qanaqadir unda g'oyalar shakllanishiga va
juda ham katta rahmat aytaman onamga va o'sha ular o'zlarini tajribalarida ko'rgan narsalari man uchun yutuq bo'lgan va o'shaning uchun hech qachon hozir mana Shahlo savol berdi jamiyatdagi qanaqadir taqiqlar tufayli o'zimni qanaqadir chegaralab yoki nimadandir voz kechish unaqa holat bo'lmagan, lekin shunaqa holat bo'lgan, bilmadim u qanchalik senzura desa bo'ladi. Второй o'zgumyani litsey bo'lgan, o'sha yerga borganmiz и u yoqda men ko'raman, o'sha atmosfera umuman boshqacha, o'sha men o'zim xohlaganimdek и может menga u narsa yangi tuyulgani uchun men o'sha atmosferaga kirishni xohlaganman. Balki bu ichki senzura emas, balki bu o'shanaqaga adaptatsiyadir, masalan, atrofingizdagi sharoitga. Lekin men nimaga hozir buni ichki senzura bilan bog'lamoqchiman, ya'ni har doim ham ichki senzura qanaqadir qo'rquv yoki anaqadan emas va ichki senzura har doim ham nimadir o'zini cheklash emas. Ichki senzura bu atrofingizdagi odamlarga qarab, siz o'shalarga qarab harakat qilishingiz, o'shalarga moslashishingiz ham deb o'ylayman va men aynan o'sha atmosferada men shu narsaga harakat qilganman, ya'ni hamma tomonlama o'zimni o'zgartirishga, o'sha yerdagi muhitga moslashishga harakat qilganman. Va keyinchalik bilganman, bu narsa umuman noto'g'ri narsa bo'lgan ekan. Odam aynan shu narsada o'zligini yo'qotib qo'yar ekan ko'pincha. Kamilla ko'rsatuvgacha aytganlarida rassom bo'lmoqchi bo'lgan ekanlar, lekin oilalarida buni tushunishmasligini sababli o'ylab bu kasb hattoki tanlamagan ekanlar. Ha, Shu haqida gapirib bersalar. Ha, afsuski shunaqa bo'lgan bizada. Oilamizda mana masalan men rassomchilikka juda ham berilganman, o'zi pianino chalaman, ot minaman, juda ham ko'p hobbilarim bor. Lekin asosan masalan rassomchilikka meni bag'rim yotgan. Где-то 3 ta rasm chizganman o'zim, NFT platformalariga joylashtirib, Vanmay degan psevdonim olganman o'zimga. Keyin uyiga borganman, oyijon, men rassom bo'laman endi, NFT qilaman desam, nima bu deydilar. O'shanga sal-anaqa nochumovchiligi bo'lgan uyimizda, lekin haligacha men bu narsani to'xtatganim yo'q. Hozirgi kunda yangi proyekt qilyapmiz. Bu Sulton Sulaymon asarlari bo'yicha bo'lgan persидskiy miniatyura stilida NFT proyekt. Bu NFT proyekti xudo xolasa Malayziya davlatiga sovg'a sifatida biz bermoqchimiz bu narsani. Bu narsani onamlarga aytganimdan keyin yana aytdilar, "Seni qiladigan ishing yo'qmi? Undan ko'ra ishga borgin, undan ko'ra doktorskiyni qilgan, shunaqa yaxshi narsalar bilan shug'ullansang-chi. Qattiq bo'lmag'ur narsalar bilan shug'ullanasan, har doim nimadirlarni topasan" deb endi aytdilar. Men endi qanaqa qarashni bilmayman, to'g'risini aytsam. Bu endi ona bolani o'zaro qanaqadir muloqoti bo'lgani uchun ba'zida o'zimni uyimda senzuram bor. To'g'risini aytsam, o'zim uyimda senzuram bor. Onamga qanaqadir nimadir gapirishga qo'rqamanmi yoki qanaqadir hozir gap aytib qo'ysam ko'ngillari og'rib qo'yadimi yoki nimadir nochumovchiliklar bo'ladimi? То есть men onamga nisbatan bo'lgan senzuramni qanaqa yo'qotish yo'llarini haligacha ham o'rganaman. Hammamizga ma'lumki, bizning jamiyatda qanaqadir ijod bilan shug'ullanishga qarshi qaraydi odamlar. Aktrisa va raqqosalar haqida gapirmasak ham bo'ladi, chunki odamlar bunga juda ham yomon qarashadi, qanaqadir eski fikrlar bilan. Nigina sizni rollarda tanlashingizda odamlar nima deydi degan fikrga, qanaqadir yoki cheklovlarga o'zingiz yuzlanasizmi? Yo'q. Boshida aytib o'tdingiz, teatr aktrisasi deb. Men nafaqat teatr aktrisasi, hatto kino aktrisaman. Rol tanlashda umuman tashqi qanaqadir jamiyatni fikriga umuman qarashli joyim yo'q, chunki bizani shunaqa tarbiya qilishgan. Endi 4 yil, 5 yil biz o'qiganmiz bu sohada va Stanislavskiyning shunaqa bir gapi borki, aktyor rol tanlamaydi. Rol uni tanlaydi. Sizga berildimi, o'sha vazifani bajarishingiz shart. Endi baribir rol berilganda ssenariy birinchi o'qiladi. Nima desam bo'ladi? Endi kinoga keladigan bo'lsak, albatta tanlayman. Chunki o'zimni qanaqadir nima deydi, bir darajam bor. Men qo'limdan keladimi yoki kelmaydimi, yoki menga bu obraz yoki berilgan xarakter nimadir olib keladimi, olib kelmaydimi. Teatrda unaqa emas. Teatrda rol tanlamayman. Chunki keladigan rejissyor nimaga qodirligimni biladi va o'sha nima deydi, masтерствоga qarab
menga qanaqadir obraz yoki xarakter beriladi. bitta narsani ahamiyat berganman, masalan ayollar qanaqadir rollar o'ynasa ko'pincha odamlar izohga ota-onasi qayerga qarayapti, akalari bormi buni bir nima deb yozishadi, lekin erkaklar qanaqadir yomon rollarda chiqishsa ham hech kim ularga unaqa izoh yoki fikr bildirmaydi, chunki nima qilsa qilaveradi, lekin shu paytdagi ayollar har bitta narsani 10 marotaba o'ylab bir kesib yashashligi kerak. Endi kechirasiz, ajrashgan ayol ham bu bir tamg'ada. Bundoq qarasa, ajrashgan erkak hech narsa emas. Mayli, boshqasiga uylanib ketaveradi, lekin ajrashgan ayolga bu tamg'a. Endi bilmayman, bu eskidan qolib ketgan bir stereotip deymizmi, haligacha bu narsa bor. Nima desam bo'ladi? Endi elementarno shu izohlarga keladigan bo'lsak, endi bizani xalq sodda-da aylanib ketaysiz. Shu bitta kadrga qaraydi, o'sha obrazda sizni jipslashib oladi-da, o'sha obrazda sizni xuddi hayotda ham xuddi shunaqa yashaysiz deb o'ylashadi-da. Endi negativ yozadiganlarni ham tushunish kerak. qat'iqadir zaharni sochish kerak. Albatta. Buning uchun mana bizdagi insonlar bor. Hilola, tariximizda davlat boshqargan va jamiyatga hayotida muhim rol o'ynagan ayollar bor. Ular haqida juda ham kam gapiramiz. Nimaga bunday munosabat shakllangan? Umuman qilib olganda, bu ayollarga qo'yilayotgan cheklovlarning bizning madaniy kodlarimizda chuqur singib ketganini keltirib darakmi? Bizni madaniyatimizda emas, bu butun dunyoda, chunki o'sha ko'p takrorlaydigan so'zlardan biri history, ya'ni это его история. Bunga o'sha feministik harakatlarda her story. Biz o'zimizni tariximizni yaratishimiz kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, shu kunga qadar insoniyat tarixini 90% dan ortiq yozuvchisi, naql qiluvchilar bu erkaklar hisoblanadi va erkaklarning o'zini pozitsiyasi bor, o'zini qarashi bor. Ular hech qachon tarixga ayol ko'zi bilan qara olmaydi. Masalan, shu studiyani tayyorlagunimizcha ko'rdinglar, erkaklar boshqacha gilam solishdi, lekin ayol shekilli va boshqacha gilam solib ketdilar. Sababi esa bu biz o'tirgan o'sha koykada, ya'ni bu qadimiy 100 yil oldin tikilgan, ya'ni bosma gullar bosilgan gilam deb ketdilar. Birgina misol hozirgi holatda o'zida. Agar buni erkaklar boshdan menejerlik qilganda, biz hozir bunaqa chiroyli gilamda o'tirmagan bo'lardik va 100 yillik tarixni his qilmagan bo'lardik. Xuddi shunga o'xshab erkaklar HD magazinga bitta maqola va'da qilgan edim va bu maqolam hozir 3 qismga bo'linib ketdi. Sababi men turkon xotinlar haqida yozib beraman dedim. Bunga bir qalam olgandim va o'ylaganimki oddiy bo'ladi, faktlarni olaman, qorishtiraman, o'zi bunaqa bo'lgan, 2 asrdan keyin yozilgan manbada mana bunaqa deyilgan va xulosani o'quvchini o'ziga qoldiraman. Qarasam juda chuqurlashib ketganman. Qarasam ilk o'rta asrlardan, turkiy xoqonlik davridan, xoqon bilan xotinning unvoni bir xil bo'lganidan, ikkita poytaxt bo'lganidan, xotinkent bo'lgan, Yabg'okent bo'lgan, Xoqonni o'zini poytaxti bo'lgan va ularni ambitsiyalari ham, ularni boshqaruvi ham bir xil statusga ega bo'lganini ko'rgandan keyin stop, menimcha men birinchi xotinlar haqida yozaman. Xotin so'zini transformatsiyasi haqida, ya'ni xotin boshida malika degan so'zni o'zagi bo'lgan, ya'ni xotin degan bu malika deyilgan va buni qaysidir ma'noda o'zagi hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Bilamizki, biz yosh qizlar ona xotinsani deymiz. Bu aslida volidai sulton degani. Ya'ni xotin hamma narsani bilgani uchun u malika maqomida bo'lgan, birinchi navbatda tajribada bo'lgan. Ona xotin deganda biz bosh malikani tushunishimiz kerak, lekin bu o'sha transformatsiyaga uchrab shu kuyga tushib qolgan deyiladi-ku. Xotin oddiy o'sha xotin darajasiga statusi tushib ketgan va shu so'zni o'ziga bag'ishlangan maqola bo'lib ketdi va o'sha turkon xotin, o'sha Xorazmiy shohiylardagi Xorazm shohiylar sulolasi davridagi turkon xotin yoshni oldim. Ma'lum bo'ldiki, Saljuqiylar haqidagi turkon xotin haqida yozishim kerak, Malishohi ayoli haqida. Chunki unga ham shunaqa ambitsiyasi kuchli bo'lgan va shuncha internet 21-asrda yashashimizga qaramasdan, shuncha internet resurslar bo'lishiga qaramasdan, borgina bitta turk saytida u o'zini o'g'lini himoya qilgan, u o'zini mol-mulkini himoya qilgan, shuning uchun shunaqa pozitsiyada turgan degan birgina jumlani ko'rdim. Ya'ni bu bittagina o'sha siz aytganingizdek o'zbek jamiyatidagi tarixiy kod emas, bu dunyo tarixiy kodida hali o'zgarish juda qiyin. Agar tarix, ijtimoiy, gumanitar
fanlarni olib qaraydigan bo'lsak, tez o'zgarayotgan sohalardan biri bu arxeologiya sohasi. Ya'ni arxeolog ayollar alohida o'zini Women in Archaeology degan jurnalni ochishgan, ya'ni arxeologiyaga ayol nazari bilan qarashmoqda. Tarixda esa hali hanuz bunaqa nazariyot va nazariyalarni targ'ib qiluvchilar juda kam. Shuning uchun ham tarixda ayollarning o'rni va tarixda ayollar qanday boshqaruvga ega bo'lgan degan narsani biz faqatgina boshida turibmiz. Faktlar ko'p, lekin uni talqinlari juda kam. Lekin matn va manbalarni biz o'zgartira olmaymiz. Bizning subyektiv fikrimizga aylanmaydimi agar biz unga fikr bildirsak? Biz umuman matnga daxl qila olmaymiz, manbaga ham daxl qila olmaymiz, lekin manbadan ayollarga kerakli bo'lgan ma'lumotni topa olamiz. Yana o'sha anaqaga qaytaman, gilamimizga qaytaman. Bittagina nazar boshqacha bo'lishini bildirib o'tadi. Va Abulg'ozixonni ham Shajarai Turkida boshqa manbada yo'q, Markaziy Osiyodagi manbalarda hali uchratmadim, balkim bo'lishi ham mumkindir. Erkak podsho bilan ayol podshoni solishtirganda malikasini, u erkak podshoga nisbatan o'zi tarixchi, o'zi shoh, o'zi muarrix va o'zi buyurtmachi bo'lgani uchun qo'rqmasdan yozgan. Xonga yoqish shart emas, tarix yozayotganda u xalq uchun yozgan. Shuncha aytadiki, u er ahmoq edi deydi, malika aqlli edi deydi. Men rosa ko'rib vau deb o'rganmanda 17-asrdagi manbada erkak kishining ahmoqligini, ayol kishining aqlliligini aytyapti. Va bundan hech kim qo'rqmayapti. Ya'ni bunaqa keyslar bor va bu keysga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Bu manbada men hech qayerda o'zgartirmadim. Lekin uni birinchi planda berish ham bor, ikkinchi planda berish ham bor. Masalan, Nigina ham biladi, o'sha ikkinchi darajali aktrisa agar birinchi darajali aktrisadan emotsiyadan kuchliroq o'ynasa, xohlaymizmi, birinchi avtomatik birinchi darajaga tomoshabinning diqqatini tortadi. Xuddi shunga o'xshab matn bu xuddi nemis sharqshunosning gapi bor edi, matn bu baliq, u jim yuradi, biz uni kuzatamiz va kuzatuvlarimiz asnosida biz uni gapirtiramiz. Shuning uchun ko'p narsa yondashuv va talqinga bog'liq. Husniyat, sizningcha ijtimoiy va konservativ qadriyatlar O'zbekiston jamiyati ayollarining shaxsiy rivojlanishiga qanday ta'sir qiladi? Har doim har xil. Men o'ylaymanki, umuman ijtimoiy konservativ qadriyatlar deganda bizni yoki oq yoki qora deb qarashimiz kerak emas bu narsaga, chunki bu narsa birinchi o'rinda odamni aynan qanaqa odamligidan, qanaqa tarbiya topganligidan, qanaqa dunyoqarashdan kelib chiqadi. Masalan, agar biz uchun o'sha eski davr odamlari, o'sha davrdagilar deb aytadigan bo'lsak, odamlarning dunyoqarashidan kelib chiqqan, ular ijtimoiy qadriyatlar deganda nimani tushunishadi va uni qachon va qanaqa paytda qanaqa ulardan foydalanishadi. Masalan, o'sha Oybekni misolida aytmoqchi bo'lganim, Oybek ayoli juda ham oqila ayol bo'lgan o'zi. Birinchi O'zbekistondagi birinchi fizik ayol bo'lgan, agar adashmasam, adashgan bo'lsam, kimyogar ayol bo'lgan va rassom ayol bo'lgan. Birinchi o'zbek rassom va kimyogar ayol bo'lgan. Zarifa Soyibnasirova ismlari va o'sha boy insonning qizi bo'lgani uchun ham ta'lim va tarbiyasida mablag' ajratilganda buni ayamaganligi sezilib turadi va Oybek o'sha gapirolmay insult bo'lib qolganda keyingi 10-15 yilda aynan Zarifa opani o'zi yozib, uni yarim nigohidan tushunib ijod qilgan. Shuning uchun ham o'sha har bir buyuk erkakning orqasida buyuk bir ayol turadi degan gap bekorga emas. Husniyat to'g'ri aytmoqda. Qaysi jamiyatda yashashingizdan qat'iy nazar, sizni ichki meningiz kuchli bo'lsa, siz u jamiyatda baribir qaysidir ma'noda ajralib turasiz. Farqi yo'q, qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar. Lekin o'sha mana Zarifa Saidnosirova nimaga misol qilib keltirdi? Mana hozir aytasiz, ichki meningiz shakllangan bo'lsa, o'sha ijtimoiy yoki qanaqadir konservativ stereotiplar ham sizga ta'sir qilmaydi. Nimaga Zarifa Saidnosirovada aynan bu nimaga kelib chiqqan? Mana hozir
insight hali chiqayodim, balki yozilganmi yo'qmi bilmayman. Biz yaqinda o'sha Oybekka nevaralaridan intervyu olganimizda aytib berdilar. Zarif opa o'sha davrga agar qiyoslaydigan bo'lsa, ancha kech turmushga chiqqanlar Oybekka, chunki Oybekni kutganlar Leningraddan o'qib qaytib kelishini. Oybek umid berib xat yozib turganlar. O'sha Zarifaga o'shaning uchun Zarifada ishonch bo'lgan va u odamga nisbatan bog'liqlik bo'lgani uchun o'sha atrofdagi odamlarni уже qachon hozir eng anaqa mashhur savol bor, qiz bolaga qachon to'y, o'sha savollarga qachon tug'asiz? O'sha savollarga qaramasdan Zarif o'sha Oybekka o'ziga mos ko'rgani uchun va Oybekka ishonch bo'lgani uchun uni kutgan va aynan mana ijtimoiy konservativ qadriyatlar deganda Zarifani otalari mana o'zingiz aytganingizdek ziyoli insonlardan bo'lganlar va ularni aynan o'sha paytda Zarifa o'qiyotgan va Oybekka o'sha Oybek bilan xat yozishi bunaqa qilayotgan paytlarida o'sha paytga nisbatan ancha yoshlari katta bo'lishiga qaramasdan otalari o'shanda surgunda bo'lgan ekanlar. U yana alohida hikoya va o'shanda xat yozgan ekanlar qizlariga, Zarifaga. Buni o'sha uni Oybekning nevaralari bizga aytib berdilar, o'zlarining oilaviy hikoyalaridan keltirib. Qizim, hozir siz shunaqa yoshdasizki, bu yosh o'sha bizani qadriyatlarimizdan, o'sha bizani dinimizda xuddi уже oila qurish vaqti kelgan yosh hisoblanadi. Lekin men sizga shu narsani aytmoqchimanki, o'sha siz haqiqatdan ishongan, sizni o'sha o'zingizdagi o'zingizga xosligingizni, sizni o'sha dunyoqarashingizni, sizni maqsadlaringizni to'g'ri tushuna oladigan va bu narsani cheklamaydigan, qaytangi bu narsani rivojlanishiga yordam beradigan, sizni rostmana ham fikringiz bo'la oladigan odamni uchratmaguningizcha hech kimni o'sha gapi, hech kimni qanaqadir niqalariga quloq solmang deb shunaqa motivatsion xat yozgan ekanlar qizlariga va bu narsa shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy qadriyat, konservativ u inson ham ziyoli inson bo'lgan va ijtimoiy qadriyatlarni hurmat qilgan inson bo'lganlar otalari. Lekin shunga qaramasdan o'sha insonni dunyoqarashiga, insonni qanchalik ilmliligiga va o'sha har xil holatlarni qanaqa baholay olishiga qaraydi va shuning uchun o'ylayman, mana o'sha Hilol aytib o'tdilar, ichki menni shakllanishiga ham va o'sha ijtimoiy qanaqadir konservativ qadriyatlarni to'g'ri o'zini foydasiga ishlata olish ham inson o'ziga bog'liq, u qanaqa tarbiya topganiga bog'liq, ayniqsa ota-onasiga. Masalan, hozir aytdingiz, moliyaviy sharoiti yaxshi bo'lgani uchun ota-onasi ta'lim olgan. Endi bu bir asr oldingi narsalarni aytayotgan bo'lsak ham, hali ham qizlarga ta'lim berishga kelganda ko'p ota-onalar pulni sovurish deb hisoblashadi yoki masalan o'g'illigi va qizligi bo'lsa, albatta o'g'illigini o'qitishadi qizligini o'rniga. Yoki shunaqa gaplarni eshitdim, bir xil viloyatlarda oliy ma'lumoti bor qizlar turmushga chiqishga qiynalishar ekan, chunki odamlar qo'rqar ekan ulardan. Aqlli bo'lib ketadi, oilani, erini hurmat qilmaydi, undan aqlli bo'lgani uchun degan fikrlar ham bor ekan. Mana masalan, Kamila chet elda o'qiganlar, bunga ham yetish oson bo'lmagandek. Shu haqida bitta aytib bersangiz. Menda hikoya shunaqa bo'lganki, 4 yil farmatsevtika institutiga kira olmaganman. U paytda Singapurskiy institutga kirishga tayyorlangan paytimda IELTS topshirganman, ballim yetgan. Lekin IELTS sertifikati aynan o'sha imtihon paytida kelib qolgani uchun men endi imtihonga kirishim kerak bo'lgan. Lekin o'sha kuni men oyog'imga shpargalka yozganman, ish qilib imtihondan meni chiqarib tashlashgan. Oyimga yig'layapman, endi nima qilaman, 4 yil endi men institutga kira olmayapman, nima qilishimni bilmayapman. U paytda mening ukam уже Moskvada bemalol 2 yil maza qilib bakalavr o'qiganlar. Keyin endi menda tanlov chiqqan, erga tegasanmi yoki o'qiysanmi dальше. Keyin ota-onam endi aytganlar, "Yo'q, senga точно o'qishing kerak, qizim, bunaqasi bo'lmaydi. Mayli institutni tanlagin" deb. O'sha paytda London yoki Malayziya menda vyborda turgan, tanlovda turgan.
ish qilib Malayziya sal klimati issiqroq bo'lgani uchun va anaqasi issiqroq bo'lgani uchun Malayziyani tanladim. Keyin shu bir amallab ketib o'qib, bitirib, o'zimni kompaniyamni ochib, yana Toshkentda o'zimni ishlarimni qilib yuribman, Xudoga shukr. Lekin to'g'risini aytsam, qiyin bo'lgan boshida, chunki ota-onam meni qo'yib yuborgisi kelmaganlar. Chunki baribir qiz bolasan, chet elda qanaqa yurasan, baribir ham O'zbekistonda o'qishing kerak. Endi yana siz aytganlaringizdek, meditsina sohasida, farmatsevtika sohasida o'shaning uchun men keyinchalik biznes sohasiga o'tib ketganman, lekin o'sha boshida shunaqa menda ham hikoya bo'lgan, meditsina sohasida как положено o'zbek qizlari bu anaqaga stereotiplariga to'g'ri kelib, menda ham shunaqa narsa bo'lgan, duch kelganman bu narsaga. Masalan, atrofingizdagi odamlar qanaqa bunga fikr bildirishgan? Chet elga ketganingiz, masalan, bizda juda ham qiyin masala qiz bolani chet elga jo'natib yuborish. Bitta o'zini. Lekin to'g'risini aytsam, men qarshiliklar ko'rmaganman. Men masalan, qarindoshlarimdan ham, opachalarim hammasi chet elda o'qiganlar. Ukam ham chet elda o'qigan. Men aytmoqchi bo'lganim, bizning atrof muhitimiz shunaqa-da. Что hamma odamlar hamma yoshlar chet elda o'qigani uchun bizda наоборот как-то bu narsaga pozitiv taraflama qarashadi. Umuman qilib olganda hech qanaqa qarshiliklarga ham yoki kritikaga ham uchraganim yo'q. O'qish jarayonida qiyin bo'lmaganmi sizga, yolg'iz o'zingizga? Juda ham qiziq savol bo'ldi, chunki shunaqa bo'lganki, O'zbekistondagi ingliz tili Malayziyadagi ingliz tiliga qaraganda umuman farq qiladi. Ha, umuman farq qiladi. O'shanda men birinchi kunlari o'qishga kirganimda darsda men umuman tushunmagan nima bo'layotganini. Ingliz tilini bilmagan holda anaqa. Ha, umuman tushunmaganman. Bu yilmi menimcha IELTS'ni umuman anaqa pul bilan olganman deb o'ylagansiz. Ha, xuddi shunaqa bo'lgan. Men darsga kirganimda o'qituvchini tushunmaganman. Keyinchalik men просто restoranga ofitsiant bo'lib ishga kirganman. Ofitsiant bo'lib ishlagan paytimda ingliz tilini o'rganganman. Shunaqa adaptatsiya bo'lgan. То есть menda ofitsiantlik ishim IELTSdan ko'ra menga ko'proq foyda keltirgan deb o'ylayman-da. Nimaga bu savolni sizga berdim? Chunki chet elda juda ham ko'p bo'laman. Va chet elda bo'lganimda albatta shu o'zimizni o'zbekistonliklar bilan o'sha yerda yashovchi yoki o'qib yurgan studentlar bilan ko'rishga harakat qilaman har doim. Ular bilan suhbat olib boraman. Oxirgi shu Germaniyaga borib kelganimda faqat qizlar bilan ko'rishdim-da, o'zi ham qiz bola studentlar, yosh qizlar, 18 yoshda, 17 yoshida yolg'iz o'zi shu chet elga borib o'qishyapti, byudjet asosida o'qishyapti. Nimaga anaqa qanaqa qilib sizlarni yolg'iz yuborishdimi? Agar Andijondan qizlar, endi Andijonliklarni bilasizlar. Ular yerga ham ko'kka ham ishonishmaydi-da qizlarini. Faqat shu anaqa nima parda ostida yashash kerak ular. Yoki Samarqandlik qizlar. Aytmoqman, bo'lmasa yosh qizchalar meditsina sohasida ham ishlashar ekan, ham o'qishar ekan, ham oilasini boqishga ham harakat qilishar ekanda. Va aytmoqman, qanaqa qilib sizlarni anaqa ota-onanglar yuborishdi, qo'rqmadinglarmi desam, agar yo'q, bizda ikkita yo'l qo'yishdi deyishyapti. Yo erga tegasan, yo mana o'qishga borasan. Mana sizlar o'qish tanladinglarmi desam, ha, anaqa akanglar, ukanglar bormi desam, kimdir aytadi, ha, akam bor, ha, ukam bor, o'qiyapti, kontraktga o'qiyapti. Asli kim pulini to'layapti desam, men deyishyapti-da, tushunasizlarmi? Nimaga sizlar shu O'zbekistonda ham o'qitsanglar bo'ladi-yu, bizda anaqa xususiy universitetlar, institutlar bor, umuman sizlarning yo'nalishingdagi anaqa bor, nima deydi, institutlar bor desam, agar endi birinchidan deyishyapti, O'zbekistonda qolsak, mana shu fakultetiga tushamiz, oila institutiga kiramiz deyishyapti-da. U yerda o'qishga imkoniyat ham bo'lmaydi. Faqat bitta imkoniyat, bu shu chet elga kelib, o'zimni ustimda ishlab, o'zimni bilimimni oshirib, nimadirga ega bo'lib, keyin O'zbekistonga qaytmoqchiman deydigan qizlar juda ham ko'p ekan, ayniqsa shu chet elda. Shunga so'radimki, bulardan qiyin bo'lmadimi sizga? Qiyin bo'ldi. Yashab, ishlash, chunki o'sha qizlar bilan gaplashganimda sog'inch
judayam anaqa qiynalganimiz shu sog'inchdan bo'ldi, chunki ota onadan uzoqda begona shaharda tanimagan insonlar bilan, chunki qaysidir davlatga borishsa o'zbekistonliklar unchalik ham ko'p emas yoki umuman aloqaga chiqishmaydida bundoq qarasa. Shuning uchun sizda ham sog'inch bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Xursand bo'ldingizmi uydagilaringiz? Bir tarafdan juda xursand bo'lib ketdim, chunki erkinlik paydo bo'ldi. O'sha erkinlik havosini men tatiganimga men juda ham xursand bo'ldim. Maza qilgan paytlarim bo'lgan. Albatta qiyinchiliklar bo'lgan. Bu kontrakt to'lash. Masalan, ota-onamni o'sha paytda unaqa imkoniyati bo'lmagan polni kontrakt to'lashga. Men o'zim ishlashga to'g'ri kelganda har xil ishlar bilan shug'ullanganman, hattoki hijob model bo'lganman-da. Shunaqa darajada ishlarda ishlaganman. Oxir oqibat United Nations, OONlarda, katta birja kompaniyalarda praktika o'tib, keyin o'sha paytda bir amallab pul yig'ib kontraktimni to'laganman. Общий qilib olganda unaqa qiyinchiliklarni ko'rmaganman. Naborot maza qilib yashab, u yerda ilm olib, opit olib qanaqadir natijalarga erishdim deb o'ylayman. Mana hozir o'sha Kamilani bitta gapiga o'sha mazasini totib maza qilgan narsasi erkinlik, mustaqillik deb aytadi. Mana shu narsa to'g'risida men ko'p o'ylayman-da, chunki o'zbek ayollarida baribir shu narsa bo'lsa kerakki, baribir oilada ota-ona tomonidan qanaqadir bosim, cheklovlar yoki ishonishmagani uchun ota-ona qanaqadir taqiqlab juda ham ko'p bo'lsa kerak-da. To'g'ri aytyapsiz. Hayotini bir marta yashashyapti. Ularga ham anaqa nima deydi, mas'uliyatni tashlab qo'ymanglar. Har bitta situatsiyada o'rtasini topish kerak. Zolotaya seredina deb menimcha bekorga aytishmaydi bu narsani. Shu ota-onalarga ham keladigan bo'lsak, ularda ham bir nima deydi, farzandni tarbiya qiladigan bir fakultet yoki institut yo'qda. Ular ham shu ko'rganidan, tam anaqa nima deydi, hayotida yashab kelgandan kelib chiqqan holda farzandiga yaxshi bo'lsin deb bilib bilmasdan ba'zida anaqa nima deydi, bo'g'ib qo'yadi mehri bilan, diqqati bilan. Bilib bilmasdan anaqa nima deydi, nimanidir ko'p taqiqlaydi. Farzand bu narsani ba'zida tushunadi, ba'zida tushunmaydi. Va o'sha situatsiya ona bo'lganda yo ota bo'lganda o'zini boshiga tushgandan keyin o'shanda bosh devorga urilgandan keyin tushunarli, nima xohlayotganlarini onamni men endi tushundim yoki otam nima xohlayotganlarini endi tushundim deymizda. Bu yerda ham juda ham anaqa nima deydi, bu mavzuda gapirsak ertalabgacha gapirsak bo'ladi. Masalan, hozir stereotiplar haqida gapirdik. Stereotiplarni endi buzishni davom etyapti hozirgi hayot. Masalan, aktrisa bo'lish ham bir asr oldin tasavvurga sig'magan o'zbek ayollariga. Birinchi, menimcha Tursunoy Saidazimova eslab o'tsak muhim deb o'ylayman, chunki ko'pchilik bu ayolni tarixi haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emas. U birinchi o'zbek aktrisalardan bo'lgan va birinchi chadrosiz teatrda chiqqan ayollardan bo'lgan. Lekin bir yilgina ishlagan, bir yildan ham kam vaqtda ishlagan vaqti 1928-yil o'z eri tomonidan o'ldirilgan. Oila sha'nini tozalash bahonasida. Masalan, o'sha paytda Nizomiy ham buni aytganki, birini o'ldirgan bo'lsangiz ham biz 100 tasini olib chiqamiz deb. Masalan, hozir aktrisalar o'qishi, bilim olishi, ishlashi uchun bu yo'l ochishda qanchadan qancha hayotlar yo'q bo'lgan. Shuni ham aytishimiz kerak. Masalan, siz hozir aktrisa bo'lib ishlayotganingiz qanaqa cheklovlarga yuzlangansiz? Masalan, oilangiz tomonidan. O'ylaymizki, ota-onalar uchun bu juda ham og'ir mavzu. Faqat aktrisa emas, har qanday ijod. Masalan, she'r yozishga ham ota-onalar qarshilik ko'rsatishadi. Umuman san'at sohasi nima desam bo'ladi? Bizlarni insonlar uchun bu anaqa yengil-yelpi narsadek qaraladi. Endi sababi har xil. Kimdandir eshitgan, noto'g'ri yo'l, yaxshi yo'l emas, bunaqa stereotiplar qolib ketgan. Shu avvalgi zamon insonlari deymiz.
Manga o'zimga keladigan bo'lsak, taqib bo'lgan albatta, chunki bizani oilada san'atga aloqasi yo'q insonlarda. Hammasi tam qizlar bo'ladimi, bolalar bo'ladimi, anaqa aniq fanlarda o'qigan, doktor nauk, ikkita diplomi bor anaqa insonlar va shu insonlarning oilasidan mana shunaqa sahnaga chiqib bir maymunni ko'rsatgan inson chiqyapti. Endi aytishadi ruschalab aytganda simga без уродов никак. Har bitta anaqada nima deydi, intervyuda, podkastda aytaman bu narsani. Endi men shu insonga aylanib qolman. Endi san'atga ishtiyoqim mani yoshligimdan bo'lgan bu narsa. Har bitta tam bog'chada yoki maktabda sahna ko'rinishida bo'ladimi, men har doim aktiv bo'lganman. Tekstni eslab qolishim ham juda ham anaqa nima deydi, tezroq bo'lganda. Endi meni bu narsaga ilhomlantirgan, menimcha ko'pchilik shu biz 90-yillarni farzandlarni ilhomlantirgan bir gurusi bu Michael Jackson bo'lsa kerak. Shu Michael Jacksonning kliplarini ko'rib juda ham ilhomlanganman va kichkinaligimda esimda bor, oynani oldiga borib olib, tarog'i olib, xuddi kim katta bir olimpiyskida konsert berayotgandek shu Michael Jacksonning nima deydi, qo'shiqlarini aytib, kliplarini, raqslarini, kliplaridagi raqslarni takrorlardim-da. Endi bu narsa hammasi o'ldirib kelargan. Как бы ayo bizani oilaga to'g'ri kelmaydi, yo bizani oilaga to'g'ri kelmaydi, yo bunaqa ishlar qilinmaydi. Bo'lganda shu bilan unutilgan bu narsa. Litseyni tugatgan paytimda, litseyda o'qib yurgan paytimda, endi o'sha payt TV markaz bo'lardi. Endi ko'pchilik biladimi, bu kanalni bilmaydimi? Bu dinozavrlar davridagi bir kanallar. O'sha yerda teatr repertuarlarini har doim aytib o'tishardi. Qisqa nima deydi, shu anonslarni ko'rsatishardi va o'sha payt Ilhom teatri haqida eshitganman-da. Nima teatr ekan deb qiziqib bir borganimda meni qo'yishmagan. Endi bilsamki, u yerda anaqa 16+ ekan, mahalla yosh bola edi u payt, spektakllar bilet ham sotishmagan, umuman kirgizishga ham qo'yishmagan o'tga. Qiziq bo'lgan, nimaga bunaqa bo'ldi deb keyin u anaqa nima deydi, izlashni boshlaganman. Nima sababdan, nimaga bunaqa teatr, qayerdan bu teatr paydo bo'ldi? Bo'lmasa O'zbekistonda teatrlar ko'p. Hamza teatri deymizmi, yosh tomoshabinlar teatri deymizmi? Yo'q, nimagadir shu ilhomga qanaqadir nima deydi, yurak boshqacha dukullagan. Litsey tugatganimdan keyin dokumentim qo'limga tushib qolgan. Tushganidan keyin endi ikkilanmayman. Borsammikan, shu san'at institutiga topshirsammikan, yo ilhomga borsammikan, yo umuman narxozda qolsammikan degan paytimda shundoq anaqada nima deydi, o'zimni qo'lga olib, dokumentlarimni olib, aktrisa yoki aktyor, umuman san'at nimaligini bilmaydigan odam san'at institutiga borib, ovoz rejissyorligiga dokumentlarimni topshirganman. Keyin shu odamlarga aytganimda, odamlar shunchaki menga qaraganlarda dokumentimni olib, narxozga olib borib, o'zimni ham olib borib qoldirib kelgandim. Lekin shu yerda ham to'xtamaganman bu narsada. Qidirib, endi o'sha payt endi teatr studiyalar rivojlanayotgan payt edi. O'sha nima deydi, parallelno narxozda o'qiyotgan paytimda Didor teatr studiyasi haqida eshitib qolganman. U yerda rahmatli Bahodir Tursunovich hali tirik bo'lgan paytlari edi va o'sha yerga borganman. Bilmayman, qayerdan o'zimda matonat topganman. Lekin shu o'qib turgan paytimda hech kimga aytmasdan o'sha yerga borib, Bahodir Tursunovich bilan gaplashib, o'zlari bilan so'z berib, men o'sha yerda o'qiyman, chunki Didor teatr studiyasida juda ham disiplina degan narsa kuchli. U yerda hattoki 1 daqiqaga ham kech qolib kelsangiz, siz haydalasiz. Kiritilmaysiz ham emas darsga, siz umuman haydalasiz u joydan. Mana shunaqa nima deydi, kriteriyalar bo'yicha men o'sha teatr studiyaga o'qishga kirganman. Hattoki tug'ilgan kunimda pol artganman o'sha yerda. Chunki siz inson sifatida teatrga keldingizmi, o'sha dunyoga kirdingizmi, sizni sindirishadi. Sizni qaytadan mozaikaga o'xshab, bitta-bittadan yig'ib, sizdan mutaxassis yasashadi-da. Bunday olib qarasa, chunki u dunyoga parda ortiga o'tganingizdan keyin
aktyor nimaga qodir ekanligini o'sha yerda bilasiz. Chunki bizda instrument yo'q. Muzikantda anaqa nima deydi, fortepiano bo'ladi, to'g'rimi? Anaqa kimdir skripkasi bo'ladi. Aktyorda uni ovozidan hamda mana bu tashqi ko'rinishdan tashqari hech narsasi yo'q. Shuning uchun bizani bu kerakli bo'lgan instrumentimiz bu bizani ovozimiz hamda bizani tashqi ko'rinishimiz. Bu plastika deydi. Tanamizni ikir-chikirigacha biz his qilishimiz kerak, bilishimiz kerak. Nimaga qodir biz, nimalar qila olamiz. O'tda sahna jangi degan yo'nalishlar bor, sahna nutqi degan yo'nalish bor, aktyorlik mahorati degan yo'nalish bor. Bularni hammasini birin-ketin siz o'zingizga anaqa nima deydi, tayyorlab borasiz-da. Bularni hammasini ko'rganimdan keyin, bu dunyoga kirib qolganimdan keyin endi orqaga qaytishga yo'l yo'q. Mayli endi qilamiz deb shu nonni tishlashga qaror qilganman. Keyin bo'yim ozgina o'sib, 16 dan ozgina oshganimdan keyin Ilhom teatriga kirib borganman. Endi eshikni tepib emas, shunchaga kirib borganman. Kirib borganimdan keyin u paytdan unchalik ham hali tayyor emas edim. Bilsam, ularni o'zligini maktabi bor ekan, Ilhom teatrini teatr studiyasi bor ekan, o'sha yerga o'qishga topshirishga qaror qilganman. Shu aktyorlik sohasida yanada chuqurroq o'rganib, o'sha sahnada spektakllarda o'ynashni niyat qilganman va o'zimga maqsad qo'yganman. Albatta, shu student bo'lib ham o'sha sahnaga chiqaman deb o'zimga maqsad qo'yganman. Va shunaqa bo'ldi. Imtihondan har bitta etapdan o'tdim. O'zim bilmagan holda, yaxshi ham Xudoga shukr, o'zimning tojik tilim bor ekan. Shu imtihonga kirganimda menga obstoятельства berishgan. U nariyoda dugonangiz ketyapti, o'shanga siz anaqa nima deydi, o'sha sizga o'girilishi kerak. O'shanga qarab siz gapirishingiz kerak deganda, tayyormisiz deyishganda, ha deganman-da, tojik tilida gapirishni boshlaganman. Tojik tilida gapirganimdan keyin anaqa endi bizani til sal g'alatiroq endi. O'ziga tortadi. Ha, endi men shu har doim aytaman-da, shu ekzaminda qanaqa o'tgansiz desaga, shu tojik tilim bilan o'tganman. Chunki hamma sevib qolgan shu tilda deb. Shundan keyin asta-sekinlik bilan o'qish boshlagan. O'qish davrida oila bilan katta bir mojaro paydo bo'lgan, chunki Ilhomga kirganimda bir haftacha o'qiyotgan paytimda odamlarni berib qo'yganmiz. Endi biz anaqa nima deydi, oila himoyachisiz qolgan. Shunga u yerda o'qishim, o'tda anaqa narxozda kontraktda o'qiyman. Yana Ilhomga ham kelib yurishim kerak. Shu bilan bir oycha bir g'alati situatsiyada bo'lib qolganmiz. Keyin shu bilan o'zimni qo'lga olib, shu narxozga borib akademik отпуск olishga qaror qilganman. Baribir anaqa san'at yo'li yaxshiroq tortganmi, o'sha payt bilmayman. Lekin onam qarshi bo'lganlar. Onam tish tirnoqlari bilan har doim qarshi bo'lganlar, hech qachon rozi bo'lmaganlar bu narsaga. Hali ham kech emas narxozga borgan. Yo'q, hali ko'rasiz, vaqti keladi. Hali faxrlanasiz. Chunki onam bir marta ham kelmaganlar. Spektaklimni ko'rgan, bir marta ham kelmaganlar. Va anaqa kimdirlar so'rashsa, endi baribir Sochida qayerdandir kelishadi, so'rashadi. Qizingiz kim desa agar, aktrisa deyishga u uyalardilar. Vot endi qizim aktrisa deylar. U paytda yo'q. Ha, anaqa student narxozda o'qiydi deb qo'yardilar-da. Ekonomist deb qo'yardilar. Men aytardim, men ekonomist emasman, ayting, haqiqatda ayting, men aktrisaman, teatrda ishlaydi deyin desam agar, yo'q, odamlar gap qiladi. Qizi aktrisa ekan, anaqa kerak emas dirdilarda. Men nima anaqa yomon joyi bor bu narsani. Men bir qig'ir-qishuv yo'lda yurmayotgan bo'lsam, o'qiyotgan bo'lsam, tinchgina ishimni qilayotgan bo'lsam, hech kimdan tilim qisiq joyi yo'q. Yo'q, anaqa odamlar boshqacha tushunishadi bu narsani. Men uyalaman bunaqa gapni gapirishga dirdilarda. Men ha, mayli deb qo'yardim. Har doim mana shu rezonans bizani oilada bo'lganda 5 yil, menimcha 5 yil yo 5,5 yil shu bilan kurashganman. Har doim onam norozi bo'lganda-da. Va
rizochiligini qachon olganman? Ancha yillar o'tib, anaqa Qadam seriali bo'lardi. Baxtiyor Safarovga kattakon rahmat bu serial uchun. Shu serialda Pokiza obrazini yaratganimda ko'pchilik meni shu serial orqali tanigan va shu obrazni yaxshi ko'rib qolishgan. O'sha serial orqali Mani bu men yaxshi ko'rgan o'sha serial bor bo'lsin. O'shandan keyin shu onam ozgina yumshashib boshlaganlar. Men bu qo'shni mana bunaqa dedi. Men bu qo'shni mana bunaqa dedi. Men bu qo'shni seni yaxshi gapirdi. Keyin o'zlari aytib qolganlar, shu spektaklingga bir boring. Keyin qattiq shuncha mahorat. Nima o'zgardi? Siz spektaklingga ayyo mayli ko'ring dedilar. Ha mayli keling dedim. Abdulla Qodiriy asari bo'yicha bizda oq va qora turnalar degan pyesa qo'yildi. O'sha spektaklga keldilar onam, o'tda ustozim, hozirgi paytda Ilhom teatrining badiiy rahbari Boris Gafurov bosh rollardan birini ota rolini ijro etganlar. Endi spektakl tugadi, bizda foye bor. O'sha foyeda onamda endi meni chiqishimni kutib turgan paytlarida ustozim bilan birga chiqib borganmiz. Borganimizda endi anaqa nima deydi, ustozim ham ko'rmaganlar onamni, onam ham bilmaydi, lekin bila ishlayman nima qilaman. Keyin olib kelganman-da, shu aytganman, bu bilaman onam. Aytvaman, 5 yil o'tdi. Ko'rasizmi, Boris Aleksandrovich, endi onam meni ko'rgani keldilar sahnaga. Deganimdan keyin oyimni ko'rib, nima deydi, ular bilan salomlashib, qo'llarini shunday ko'ksiga qo'yib, rahmat sizga kattakon, shunaqa qiz katta qilib tarbiyalab, bizga ishonib topshirganingiz uchun deganlaridan keyin, o'sha paytdan keyin onam menga "Men roziman sendan, men sendan faxrlanaman" degandi. Men dedim, 5 yil umrim ketdi. Shu gaplarni eshitishga. Yo'q, shundan keyin mana hozirgacha qiziz kim? Qizim aktrisa. Mana shunaqa, men bu kinoda chiqqan, men bu anaqada chiqqan. Ilhom teatrida ishlaydi, televideniyalarda chiqadi. Undan keyin oyijon bunchalik katta ketish shart emas. O'sha boya aytgan narsamiz, o'sha jamiyat tomonidan singdiriladigan o'sha stereotiplar qarashlar deb, o'sha siz o'zingizni onangiz uchun o'sha stereotiplarni buzgan inson ekansiz deb, o'sha stereotiplar buzilishiga sababchi bo'lgan. Motivatsiya bo'lganlar-da menga shu stereotipni buzishga. Chunki baribir bizda mana bu qarshi ketish degan narsa bor-da qonimizda. Ya'ni toji emasmanmi o'lsa. Ko'p odam isbotladi, lekin ko'pincha mana shunaqa narsalar oilasi qo'llab-quvvatlamasa sinib, keyin boshqa u narsaga harakat qilmaydigan odamlar ham ko'p. Endi bilasizmi, biz endi qiz bolamiz. Bizda kuchli menimcha bu narsa, matonat degan narsa baribir qonimizda bor. Endi o'g'il bola bo'lganimda balki endi bilmayman, xudo biladi bunisini. Chunki meni o'g'il bolacha tarbiyalashganda bunda olib qarasa. Keyin otamdan keyin mas'uliyat meni zimmamga tushgan. Oilani endi ikkita ukam bor, lekin katta boquvchisi o'zimman. Erkaga ham o'zim bo'lganman oilada. Bu hech bir faxrlanadigan bir anaqa narsa emas, chunki men qiz bolaman. Menga bu narsa kerak emas, meni zimmamda ham bo'lishi kerak emas. Lekin taqdir taqozosi bilan endi shunaqa bo'lib qoldi. Menimcha shu ham menga qanaqadir bir kuch bergan, biz ham adashmagan bo'laman. Balkim bunaqa narsa bo'lmaganda men ham sinardim. Hozirgi situatsiyani aytsak, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'ylab ayollarni qanaqadir jiddiy kasblarda qabul qilishlik qiyin. Mana masalan, Husniya jurnalist sifatida ijtimoiy muammolar yoki siyosat haqida maqola yozasiz. Siz qanaqadir duch kelganmisiz? Odamlar qanaqadir ishonchsizligiga, sizni professionalligingizga, faqat ayolligingiz uchun. Hozir gapira olsangiz bo'ladi. Gapiring. Jurnalistikada menimcha hamma ayol kishi duch kelgan bo'lsa kerak. Qiyin bo'lgan narsa jurnalist sifatida kimnidir oldiga har doim baribir savol bilan intervyu olish uchun anaqa bilan qanaqadir so'rov bilan borishingiz kerak. Va endi o'sha katta siyosatchi erkaklarni haybati bosganda endi o'zingizni yengishingiz kerak. Uchingizga o'sha kechayotgan qani.
aynan hozir bizada o'zbek siyosatida men aytmoqchi bo'lgan narsa shunaqa xunuk holatlarni ko'pincha ko'rganman. Agar ayol kishi jurnalist bo'lsa, siyosatchilar ko'pincha yo'q anaqa men shoshayotgandim yoki kech qolyotgandim yoki anaqa. Agar lekin erkak kishi borsa, u erkak kishini hech kim tanimaydi masalan, u ham balki qanaqadir yangi kirib kelayotganiqadir. Zaprosini eshitishadi, nimani so'ramoqchini. Shunga qarab keyin balki muomala qilishadi, balki nima qilishadi. Lekin to'g'ri hozir balki u narsa faqat ayollar bilan bog'liq emasdir, chunki hozir o'zi siyosatda shunaqa narsa hamma qo'rqadi qanaqadir intervyu berishga, chunki kontekstdan olib srazi chiqarib yuboradigan nashrlar ham bor, ayniqsa hozir internet jurnalistikasi rivojlanganda. Lekin shu narsa bor. O'shaning uchun jurnalistlarni hech bo'lmaganda eshitinglar, jurnalistlarga vaqt ajratinglar va erkak kishimi, ayol kishimi o'sha stereotipni yo'q qilinglar degan katta iltimosim bor edi. Menimcha hamma yo'nalishda bor. Unda hayotimizdagi hamma yo'nalishda ayollar nimadir boshlaysa, u ayol kishi-ku degandek fikr bilan qarashadi. Masalan, u faqat O'zbekistonda deya olmayman. Masalan, 2021-yilning UNESCOning hisobotiga ko'ra, ayollar erkak hamkasblariga qaraganda ilmiy tadqiqotlar uchun kamroq grant oladi va kamroq e'tirofga sazovor bo'ladi. Masalan, milliy ilmiy akademiyalar a'zolari orasida ayollar ulushi atigi 12% tashkil etadi. Bu dunyo bo'ylab. O'zimizni ham Fanlar akademiyasi saytiga kirib ko'rsangiz, akademiklarning rasmini qarab chiqarganingizda sanoqli ayol ko'rishimiz mumkin. Bu hamma yo'nalishda. Masalan, badiiy akademiyada rassomlar orasida hammani olganda 4 ta ham chiqmasa kerak akademikimiz. Siz ilmiy tomonda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelasiz ayol tomonidan? Tarixchi sifatida nimani aytishim mumkin? O'zi ijtimoiy gumanitar sohalarda oxirgi 30-35 yil ichida ayollar soni tenglashgan yoki sal ko'proq deyishimiz ham mumkin. Filologiya yo'nalishi bo'ladimi yoki adabiyot yo'nalishi bo'ladimi? Lekin shu bilan birga ayol tadqiqotchilarga qaysi ma'noda grant yutishligi mumkin agar u sohasini yaxshi bilsa, lekin baribir oila bola chaqasi bo'lgani uchun ko'pga keta olmaydi. Misol uchun men maksimum 1 oylik grantlarga apply qilishim mumkin. Agar yutsam ham o'sha O'zbekistonda jalb qilinib, O'zbekistonda qolishga harakat qilishim kerak. Chunki shunaqa holat bo'lganki, o'zim ilmiy karyeramda 6 oylik grant yutganman, Amerikaga ketishim kerak bo'lgan. Lekin shu 6 oylik grant uchun 1 yil ruxsat so'raganman va har xil distansiyalardan boshlab, ya'ni bu o'zim Fanlar akademiyasi, u paytda Oliy ta'lim vazirligiga tegishli edi va hokazo va hokazo. Va xo'jayinim o'zi bir 3 oy ruxsat olish jarayoni bo'lgan. 1 oyga deganlar, xo'p deb yana qaytadan grantimni ko'rib chiqishi va shu Indiana universitetida 1 oy qolgan 5 oy O'zbekistonda o'tkazishimga ruxsat berishini so'raganman. Ular xo'p deyishgan. Ana undan keyin turmush qurganimga u paytda adashmasam 13-12 yil bo'lgandi. O'sha tashkilotimiz direktorining oldiga kirib olmanda, shunaqa Amerikaga grant yutganman desam, ota-onangiz xabardormi deyishgan. Keyin men aytganman, ha, xabardor, lekin men o'zim turmush qurganimga shuncha yil bo'ldi. Uyimdagilardan ruxsat olib kelyapman desam, ishonmagan direktor, onamga telefon qilganman. Onam, ha, xabarim bor deganlar, qizimni turmushga berganman, 12 yil bo'ldi. Uydagilar nima desa shu deganlar. Qo'rqmayapsizmi qizingiz qolib ketishidan deyishgan. Yo'q, bilmayman, men uchun Amerika faqat ilmiy tadqiqot ishimni amalga oshirib qaytadigan joy, lekin o'sha paytda men bilganmanki, O'zbekistonda Amerika ketding, bo'ldi, sen qaytib kelmaysan. Hatto o'sha chegaradan kirib kelayotganingizda ham chegarachi qanchaga kelding? 1 oyga, voy bor yo'g'imi, Amerika yo'q qanaqa. Tipi ishonmayapti-da menga. Qolib ketasanmi baribir degan. Hoy, mayli, okey deyman. Endi men endi chegarachiga ham tushuntirib o'tirmayman, ilmiy ishimni, tadqiqotimni deganman. Kirib borganman, tadqiqotimni amalga oshirganman, ko'rganman, haqiqatan ish ko'p, qolishim kerak bo'lgan, lekin o'sha 1 oyga ruxsat so'raganim uchun 1 oydan keyin qaytib kelganman va o'sha holat bilasizmi qanaqa bo'lgan? Hammadan ruxsat olaverasiz va yana shunaqa holat bo'lganki, esimdan chiqmaydi. Navro'z payti edi, ruxsat kelmayapti, ataylabdan cho'zishyapti, boshqa qilishyapti.
oyim uyda sumalak qilganlar qaynonangga olib borgan oyijoning yaxshi ko'radilar. Xo'p, endi mashinaga o'tirgan paytim edi, ya'ni mashinani endi haydash boshlagan paytim edi. Har safar tormoz bosganimda ana 2-3 litrli sumalak bir-biriga tegaveradi. Men esa juma kuni javob chiqdi, ha borishingiz mumkin. Men hali bilet olmaganman Amerikaga. U hamma o'ylaydiki, Amerikaga viza olish qiyin. Yo'q. Amerikaga O'zbekistonda ilmiy tadqiqot qilish uchun rasmiy distansiyalardan ruxsat olish qiyin bo'lgan. Bu o'sha 2016-yilga qadar bo'lgan davrda aytyapman. Undan keyin ancha yengillashgan, ilm ta'limga ham ancha yengilliklar berilgan. Va har safar to'xtaganimda o'sha 2-3 litrli banka sinib sumalak to'kilib ketmasin deymanda. Va shu holat bo'lganki, shu ertasiga уже uchib ketishim kerak, lekin bron qilib qo'yganman, biletni olishim kerak. Juda ham qattiq stressdaman, biletim hali yo'q, hali hech narsam tayyor emas. Ya'ni o'sha ruxsat olish jarayonida nimalardan o'tganimni Xudo biladi, o'zim bilaman. Va shunda aytganmanki, Xudo xolasa Nyu-Yorkka borib, Manhattanda Starbucksga kirib kofe ichasan, hilola hammasi o'tib ketadi deganman. Maqsading orqada sumalak, oldinda edi u. Men aytganman, bo'ldi, shuni maqsad qilgin deganman. Shu sani anaqayin deganman. Shunda san chiqib ketasan. Xuddi shunaqa charchoq hissi, ya'ni ruxsat olish marosimiga marosimi deyman. Men ruxsat ilm qilish uchun ruxsat olish marosimi bu Eronga ketishimdan oldin ham shunaqa bo'lgan va u yerda o'sha pulu tabiat deyiladi, ya'ni ko'prik, tabiat ko'prigi bor, juda chiroyli Tehronni o'zida. O'sha yerda o'sha mevali choy ichib charchog'imni chiqazganman deb aytganman. Har bir qiyinchilikning orqasida bitta yengillik turadi. O'sha yengillik sizni keyingi ishlaringizga turtki bo'ladi. To'xtashingiz kerak emas. O'sha komfort zonadan siz chiqsangiz, sizni ishingizni hurmat qilishi yon atrofdagilar boshlasa, avvalambor birinchi o'zingiz hurmat qilishingiz kerak. Agar ko'z bo'yamachilik uchun, vaqt o'tkazish uchun, sharqshunoslik yoki tarix sohasiga kirgan bo'lsangiz, sizga ham shunaqa qarashadi. Navbatdagi bir konferensiyaga, navbatdagi bir maqolasida ishtirok etyapti deydi. Lekin siz haqiqatan ham shu ilmni ichiga chuqur kirib, shuni aytib bera oladigan qobiliyatga ega bo'lsangiz, uni yon atrofdagilaringiz ham baribir xursand qiladi. O'sha podkast boshlanishidan oldin aytdingiz-ku, qaynota-qaynanangiz yo'q, menda teskarisi, ya'ni menda qaynota-qaynanam men professor bo'lmaganimcha qo'yishmaydi, chunki kelinimiz kamida professor bo'ladi deb niyat qilishgan. Shuning uchun qaysi rasmiy lavozimda ishlashimdan qat'iy nazar men professor va doktor nauk bo'lishim kerak. Chunki ularni o'zini, keyin yana bitta qo'shnimiz bor, Sharifa Kenaya. O'sha Sharifa Kenaya ham shunaqa gaplari bor, bizni mahalladan ham akademik chiqsin deydilar. Shuning uchun men akademik ham bo'lishim kerak deb qo'yaman, lekin bular hammasi stereotiplar, qaysidir ma'noda. Muhimi esa o'sha ilmda biror bir so'z ayta olishingiz, shu so'z sizni tarixga to'g'ri talqinni shakllantira olishi muhim deb bilaman. Va bunaqa hikoyalar shu studiyada o'tirgan har birimizda juda ko'p. Shuning uchun ham bu stereotiplarni o'zimiz buzishimiz kerak. Qizlarimiz o'zini shaxsiy chegarasini belgilab berish kerak. Agar shu shaxsiy chegarani atrofingizdagi professional hamkasblaringiz yoki xodimlaringiz ko'rsa, bo'ldi, u shu chegaradan o'tmaydi. Lekin ko'p hollarda qizlarni o'zi shu narsani mumkin deb o'tkazib yuborgandan keyin shunaqa munosabatda bo'lish mumkin degan. Endi bizda andisha degan narsa bor-da, endi kattaga hurmat degan narsa bor. U bizga singdirib kerilgan va bu narsadan xatlab o'tish ko'p qizlarga anaqa nima deydi, uyat sifatida belgilanadi. Shuning uchun ko'pchilikni endi matonati yetmaydi bu narsaga. Lekin yetish kerak. Yetish kerak, to'g'ri. Aytish kerak, aytishni ham bilish kerak. Endi ko'pchilik hozir bizda mana bu naushniklar bor, quloqchinlar bor, защитная reaksiya qilishadi, menga hech kim tegmasin, hech narsa gapirmasin deb. O'shanda ham o'sha sizni shaxsiy chegaraingizni sindirishga harakat qiladigan insonlar topiladi. Muammo menimcha nimadir deganingizda betarbiyaga chiqarishligida-da. Menimcha o'z naqalar chegaralaringiz belgilashda emas-da, u senga demak to'g'ri tarbiya berishmagan. Sen bekor shu gaplarni aytyapsan degan gaplar bilan ko'p bo'lyapti. Mana turli xil kodlar bor-da. Misol uchun o'sha universitetda ishlash jarayonida bitta xodimimiz aytdi, men o'zbek yoshlariga juda shok holatga tushib qoldim. Metroga kirishimdan sakrab turib joy berishadi. Namuncha bunaqa qo'rqoq qilib qo'ygansizlar dedi.
agar buni o'zbek professorim aytsa, men metroga kirdim, menga loq etib qarab turibdi, javob bermayapti deyishadi. Men juda hayron bo'lib eshitdim-da, voy sizlar shunaqa qabul qilasizlarmi bu narsani? Bizda bu narsa boshqacha. Ya'ni sizlar buni anaqa bir haqorat, yoshlarni konstitutsiyaviy huquqini kamsitish deb qarayotgansizlar, a biz buni teskarisini ko'ramiz. Ko'ryapsiz, mana hamma turli millatning kodlari har xil. Shuning uchun ham buni faqatgina o'sha jarayonda kuzatuvlar orqali anglab yetish mumkin. Lekin men o'ylaymanki, qiz bolam, o'g'il bolam farqi yo'q. Uni shaxsiy chegarasini hozir belgilamasa, keyinchalik faqat o'ziga ziyon bo'ladi. O'zi qiynaladi bu narsadan. Lekin hozir mana bu yerda Shahlo aytib o'tgan bitta narsa milliy o'sha qadriyatlar, tarbiya mana biz uchun juda ham muqaddas hisoblangan, biz uchun yuksak tushuncha deb hisoblangan mana tarbiya, masalan, hayo, andisha o'zbek qizlariga o'sha singdiriladi-ku o'sha yuksak tushunchalar. Shu narsalar bilan yosh hali o'ziga ishonchi, o'zini o'sha shaxsiy chegaralarini belgilab olmagan, o'zini qat'iy anaqasini gapira olmaydigan qizlarni ko'pincha manipulyatsiya qilishga harakat qilishadi. Ya'ni agar o'sha yo'q desa nimadir anaqaga, bu nima davlat idoralarida ham ko'p uchratganman. Agar qanaqadir lavozimga o'qishi, endi bitirib kelayotgan yosh qizni olishsa, u qiz avtomatik, men har doim bu narsaga qanaqa qilib shu qizlar o'zligisi shu narsaga yo'l qo'yishyapti deb qaraganman. U qiz avtomatik ofis menejer, coffee ladyga aylanadi. Uni lekin umuman lavozimi bo'yicha qanaqalar umuman boshqacha, o'sha funksionali va o'zidan o'zi xuddi Trudovой kodeksga yozilgandek o'sha kofe damlash yoki idish yuvish nimadir qilish kerakligida u qabul qiladi, то что shu narsani ham ishini как бы bitta части. Ya'ni agar bir xil bilmayman, balki yo'q desa shunaqa holatlar ham bo'lgan, qiz bola qilish kerak yoki o'sha voy tarbiya bermagan ekan ota-onasi. Ya'ni shu narsa bilan o'zbek madaniyatida ham, qadriyatida ham juda chiroyli yo'q deydigan bir ming xil tur uslubimiz bor. Ben bu ishni qila olmayman, uzr, balkim o'rgatarsiz yoki balkim boshqa insonga buyurarsiz va bu uslublarni ishlata olishimiz kerak. Biz juda kam qadriyatlarni zamonaviy ko'rinishga olib kelmayapmiz. Aslida bizda o'sha g'oyaviy generatorlar ishlamayapti. Agar shu g'oyaviy generatorlar ishlaganida edi, biz jamiyatni qadriyatni saqlagan holda yo'q deya olardik. Masalan, Kamila ham o'sha o'qishni davom ettirasanmi yoki erga tegsamsa, yo albatta o'qishni davom ettiraman deb aytgan, yoki Niginani holati. Bekitib bo'lsa ham o'zini ishini qilgan, ya'ni bu andisha to'g'ridan to'g'ri yo'q deya olmagan, lekin o'zini orzusidan ham voz kechmagan. Xuddi shunga o'xshab o'sha oddiy ofis menejer bo'lib kirayotgan qizlarimizga ham yozilmagan bo'lsa, boshqa qilinmagan bo'lsa, yo'q, men bu ishni qila olmayman, uzr, men lavozim hozirgi yoshlardan xotir olmasangiz bo'ladi. Husniya hozirgi yoshlar sizdan mendan aqlli, shaxsiy chegarasini juda yaxshi biladi. Yo'q, hozirgi yoshlar zummerlar va ular juda yaxshi bilishadi va sizga qaytanga yashashni qanday o'rgatadi, nima qilishni o'rgatadi. Shuning uchun bu holatlar ham bor, lekin yo'q deya oladigan o'zbek qizlarimiz ham bor. Mana bittagina o'sha Niginani hikoyasidan Germaniyada o'qiyotgan ko'pgina o'zbek qizlarimiz aniq va tiniq maqsadga qarab intilishmoqda. Ya'ni 5 yildan biza balkim o'zimiz yoshimizda 5 yildan keyin o'zimiz qayerda ko'rishimizni bilmagandirmiz. Lekin bu qizlar 1 yil, 2 yil, 5 yildan keyin qayerda ekanligini taxminan biladi va o'sha tarafga qarab intilmoqda. Masalan, o'zini fikrini aniq-tiniq ayta oladigan qizlarni tarbiyalash uchun nima qilish kerak onalar? O'ziga ishonch bilan o'stirish kerak. O'ziga ishonish kerak. Birinchi navbatda mana shu yerda o'tirgan har bir inson o'ziga qattiq ishongani uchun qaysidir ma'noda sen buni uddalay olasan degan narsani shakllantirgani uchun ham shu narsani qila oladi. Va o'sha podkastda boshida ham aytgandek, ko'proq o'zimizni anglashimiz uchun o'zimizga ko'proq savol berishimiz kerak. Nima uchun, nimaga, qayerda, kerakmikan degan narsani ko'proq o'zimizdan o'qib izlanishimiz kerak. Albatta bu juda muhim. Shuning uchun hozirgi kunda yoshlarimizga o'sha o'zbek tilidan, rus tilidan, ingliz tilidan sifatli kontent yetkazib berish muhim masala deb bilaman. Bor, yo'q emas, lekin kam. Qiziqtira olish kerak menimcha birinchi o'rinda, chunki hozir internetdan ochiq ma'lumotlarni ham olishmaydi odamlar, u bir nima qilib berishingizdan oldin ham.
o'zingiz yo'naltirib shuni mana shu qiziq deb ko'rsatmaguningizchi? Hozirgi kunda insonni biror bir predmetga, biror bir sohaga bag'ishlangan vaqti 17 daqiqa bo'libdi. Oldin bu 2-2,5 soat bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda zoomerlar avlodida bu 1-1,5 daqiqa, uzog'i bilan 2 daqiqa. Ya'ni diqqat bo'linish holatlari juda ko'p. O'zimiz ham yuzma-yuz yaqinda Turkmanistonga konferensiyaga bordim, Husniyaga ham aytdim shekilli. Juda xursand bo'lgan narsam insonlar odam yuziga qarab ko'p gaplashar ekan. Chunki internet yaxshi ishlamaydi Turkmanistonda va siz muloqotdan zavq olasiz. Yoshlari ham, qariyalari ham hammasi yuziga qarab shu anaqa uslub bizda yo'qolib borayotganini men Ashxobodga borgandan keyin anglab yetdim. Ya'ni insonni yuziga qarab gaplashish bizda tobora kamayib ketayotgan ekan. Ko'pincha so'rasak ham yonidan so'raymiz, "Ha, bo'ldi, rahmat" deymizda, yana boshqa ishga u yuzingizga qarab javob berib, bitta sizni yuzingizda ko'p diqqatni saqlab qolish, bu bilmadim, men uchunga ham voy ko'p gaplasha olmasa deb qo'yaman. Va shu narsani bildimki, bu haqiqatan bizning jamiyatga kerak ekan. Va bu bo'yicha ham hozir har xil tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu O'zbekistonda yetishmayotgan tadqiqotlardan biri bu o'sha g'oya generatorlari. Ya'ni biz bilamizki, davlat buyurtma beradi, nodavlat tashkilotlari tomonidan biror bir g'oyani propagandasi bilan shug'ullanadi, lekin uni oxiri qayerga, uni natijasi nima bo'lishi haqidagi javobni biz oldindan ko'ra bilmasligimiz eng yomon holatlardan biri. Ayollarni o'zini erkin ifoda etish uchun qanday qo'llab-quvvatlash mumkin ularni? Kimda shu haqida fikri bor, aniqlab bunday qilmayman deylar. Birinchi bora har doim ichki his-tuyg'ularni so'rab surishtirish kerak. Chunki ayol kishi baribir ham problemalari ko'p bo'ladi. Uyi bitavi problemasi ko'p bo'ladi, tashvishlari bo'ladi, ishxonasida tashvishlari bo'ladi. O'shaning uchun masalan ba'zida men Husniyani ko'raman ishxonamda, so'ragim keladi, yaxshimisiz, Husniya, tuzukmisiz, charchamasdan yuribsizmi? Lekin ish bilan ovora bo'lib, sal anaqa vaqtim bo'lmay qoladi, lekin har doim men o'ylaymanki, birinchi o'rinda eng yaxshi qo'llab-quvvatlash bu ichki dardini so'rash deb hisoblayman. To'g'ri, yaxshi podxodlardan biri deb bilaman. Ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun agar davlat miqyosidan qaraydigan bo'lsak, ayollar tomonidan o'sha olimalarni qo'llab-quvvatlash uchun olimalar uchun maxsus grantlar e'lon qilinadi, har yili konkurs beriladi. Ta'lim sohasida ham xuddi shunaqa yoki boshqaruv sohasida ham rahbar ayollarni qo'llab-quvvatlash kurslari tashkil etilgan, misol uchun davlat boshqaruv akademiyasi tomonidan va hokazo. Bunaqa o'sha mega loyihalar ko'p bo'lishi kerak. Shu bilan birga Kamil aytgandek, o'sha kundalik turmush tarzingizda nigina yaxshimisiz, yaxshi borib keldingizmi? Ahvolingiz qanday? Men ko'pincha agar talabamdan yuzma-yuz kelib qolsam, boshqa qilsam, biror bir yaxshi gap gapirishga yoki uni quchoqlab olishga harakat qilaman. Keyin yaxshi o'tdimi, boshqa qildim deb va yoshlar tilida gapirishim uchun yaqinda shunaqa bo'ldi. Instagram sahifam unaqa ko'p yuritmayman. Aslida bilasiz, ijtimoiy tarmoq ham yoshga bog'liq bo'ladi. Lekin shu Instagramda faollashishga harakat qilyapman, chunki talabalarim o'sha Instagram sahifasida va ularga podpiska tashladim. Ular ham menga podpiska tashlashdi. Ya'ni men ularni kuzatmoqdaman. Ular nima qilishmoqda, nimani xohlashmoqda. Shuning uchun ham nafaqat ayollarni, balkim umuman jamiyat har bir a'zosini qo'llab-quvvatlash o'sha birinchi qadamdan go'zal salomlashdan tortib to unga qanaqadir loyihalarni amalga oshirish uchun moddiy va ma'naviy yordam berish bilan chegaralanmasa kerak. Buni ko'p uslublari bor. Atrofda odatiy bo'lib qolgan narsalarni o'zgartirib turib, lekin ayollarning hayo ibosidan chiqib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Yangicha zamonga moslashib turib, masalan, keyin butunlay teng huquqli haqida gapiramiz, lekin baribir menimcha sharqda bu qiyin masala. Ayol kishi erkak kishi bilan butunlay teng kelishi, lekin masalan ishda yoki boshqa yo'nalishlarda odamni o'zini potensialini ko'rsata olishi, ayol kishi ham erkak kishiga o'xshab o'z xohlagan kasbini, o'z xohlagan ishini va o'shanga yarasha uni to'g'ri qabul qila olishligi uchun nima qilish kerak? Bu nafaqat sharqda butunlay teng huquqli bo'lishi, u g'arbda ham xuddi shu narsa, xuddi shu muammo bor deb o'ylayman, aktual, chunki
hozirgi kunda ham o'sha statistika bo'yicha u Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, o'sha bir xil lavozimda ayollarda maoshi boshqacha kamroq, erkaklarniki baribir ko'proq. Ayollar muammosi g'arbda qanaqa bo'lsa, sharqda ham xuddi shunaqa aktual. Shunchaki qarashli boshqacha, turmush tarzi boshqacha bo'lgani uchun bu boshqacha ifodalanadi. Masalan, bizda o'sha ko'pincha nimaga teng huquqli emas degan anaqalar qarashli nima bilan bog'liq? Ayollarga baribir ko'pincha o'sha hamma uy ro'zg'or ishlari avtomatik tarzda o'sha bu bo'yniga, yelkasiga ortiladi. Ko'pchilik uchun bu juda ham o'sha oddiy hol tuyuladi. Hayot shunaqa davom etishi kerak. Ayol kishini hayoti o'sha oshxonadan yoki o'sha uyini ichidagi tashvishlardan iboratligi bu oddiy hol. Hammani hayoti shunaqa deb keyin qarashadi. Balki atrofingizda hamma qarindosh, urug' qo'shnilarda shunaqa bo'lsa, demak shunaqa degan narsa balki biz uchun o'sha oddiy hol va shu narsani o'zgartirishimiz kerak va uy ishi uchun ayol kishi qanaqa javobgar, mas'uliyatli bo'lishi kerak bo'lsa, erkak kishi ham xuddi shunaqa va erkak kishi yordam berishiga normalniy qarashimiz kerak deb o'ylayman. Endi uy ishlari ham bu bir dunyodek aylanib ketay sizdan. Ayol kishi eplamasa, erkak kishi eplolmaydi u narsani. Lekin bilasizmi, shu gapingizga anaqa endi baribir ustozlarimiz bor, shu teatr yo'nalishiga qaytsak, aktrisalar Saida Rametova deymizmi, o'shalar bilan syomkalarda ko'rishgan paytimizda shu gapirib berishardi-da, biza deyishadi, anaqa nima deydi, repetitsiyalarga temperaturasi ko'tarilgan bolalarimizni olib kelib, o'sha yerda ham qaynana qaynatani ishini qilardik, ham uyga kelib repetitsiyalardan bo'shab, anaqa uy ishlarini qilib, ovqatlarni solib, o'sha bolamizni ko'tarib mana shu yerlarga kelardik degan gaplarni gapirib berishsa, men hayratda qolardim-da, qanaqa qilib. Chunki endi biz ham hammamiz qiz bolamiz, o'smir bo'lganmiz, o'qishga borib, o'qishdan kelib, bitta shu ovqat qilganda charchab qolgan odam qanaqa qilib shunchalik shu ishlarni ulgurish mumkin deb hayron qolardim-da. Biz mana shularni eplaganmiz, hozirgi yoshlar eplolmaydi bitta bolasini deb qo'yishadi-da. Keyin men dedim, endi sizlarda u payt kuch-quvvat bo'lganda, endi anaqa ekologiya yaxshi bo'lganda gapirmang, sovuq sovuq demang, issiq issiq demang, sizlarni shunaqa tarbiya qilishgan bo'lsa kerak edi deb qo'yardi-da. Unda olib qarasa, endi shu teng huquqlikka keladigan bo'lsak, biz qaysidir darajada erkaklar bilan teng huquq bo'lishimiz mumkin, lekin fizически teng bo'la olmaymiz. Kechirib qo'yasizlar, biz ham ayolmiz, biz ham bir anaqa nozik, niholmiz, bizani ham asrab avaylash kerak, deb har bitta mas'uliyatni o'zimizga olursak, har bitta anaqa nima deydi, hayoti tashvishini bo'ynimizga tashlayversak, erkaklardan farqimiz ham qolmay qoladi-da, bunda olib qarasa. Siz aytgandek, shu uy yumushlarini ham teng bo'linsa, bu menimcha hech qaysi bir erkakni anaqasi kamayib qolmaydi. Bir g'ururi, erkaklik qanaqadir nomusi poylanmaydi, u naborot bir rag'batlantiradi desa to'g'ri bo'lsa kerak. Sizni savolingizga qaytadigan bo'lsa, endi buning uchun nima qilish kerak? O'zingizni Xudo biladi nima qilish kerak. U postepенно keladi menimcha bu narsa. Men gapirganimiz bilan biz faqat gapiramiz. Qanaqadir yechimga yetib kelish, nima desam bo'ladi? Bu bunga ancha yillar kerak. Har holda biz gapiryapmiz. Gapirish uchun imkoniyat berilmoqda, chunki oldin o'sha hayo va ibo mavzusida gapirish ham o'zi qaysidir ma'noda taqiqlangan edi yoki shu ham endi mavzumi, shuni ham gapirib chiqadimi degan ichki o'zimizda senzura bo'lardi-da. Nimasini gapirishimiz mumkin. Biz o'zi hali ayollar o'zimiz haqida gapirishga o'rganmaganmiz. Biz buni hozir bu narsani, bu jarayonni amalga oshirayotganimiz o'zi bir jasorat deb aytishimiz mumkin. Chunki gapirmaganimiz uchun ham bizda o'sha boshqa erkaklar tarixi yo erkaklarning roli ko'proq gapiriladi, ko'proq talqin qilinadi. Mana endi biz ayollar gapiryapmiz, qanday gapirishni o'rganyapmiz, balkim qanday qilib yechim topishimizni ham
vaqt ko'rsatar. Hilol, sizni gapingizga qo'shilaman. Men o'ylaymanki, avvalo hammasi oiladan boshlanadi. Birinchi o'rinda shu qizlarni tarbiyasiga o'g'il bolacha emas, ya'ni qiz bolaga qiz bolachalik tarbiya berishi shu oiladan boshlanishi kerak deb o'ylayman. Har bitta ona bo'ladimi, ota bo'ladimi, qiz bolaga qiz boladek. Sen eplab ketasan, seni nima deydi, seni bardoshing kuchli deyish bu menimcha birinchi o'rinda noto'g'ri. Shu gaplardan kelib chiqqan holda nima deydi, ko'p rezonanslar paydo bo'lib keladida jamiyatda. Chunki har bitta endi bekorga aytishmaydi, qush uyasida ko'rganini qiladi. Oila har bitta insonni, u ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, nima deydi, kelajagini belgilab beradigan bir anaqada, nima desam bo'ladi, baza. Hamma narsa oiladan kelib chiqadi va tarbiya kelajakdagi sizni o'rningizni nima deydi, anglab beradigan bir vosita. Shuning uchun eng avvalo shu oiladagi muhitda to'g'irlansa va kayfiyat ayniqsa oilada berilsa, menimcha kelajakda ilm bo'ladimi, jamiyatda o'zini tutish bo'ladimi, qiz bolani o'rni bo'ladimi, oila belgilab beradi. Bu meni shaxsiy fikrim. Hamma gaplar aytildi va hammasi juda ham to'g'ri. Ayollarga rostmana motivatsiya beriladigan, to'g'ri yo'naltiradigan gaplar bo'ldi va men shu fikrlardan keyin aytishim mumkin bo'lgan narsa faqat bitta. Hozirgi mana podkastimizni eshitib bu fikrlardan ruhlangan qizlarimizga, ayniqsa yosh endi shakllanayotgan, ruhiyati endi shakllanayotgan qizlarimizga, ayollarimizga aytib o'tmoqchi bo'lgan gapim, men hali yoshlik qilishim mumkin bu gapni aytishga, o'shaning uchun men sitata qilib aytmoqchiman Hillary Clinton gapini, ya'ni bu ayol siyosatda juda ham o'zini qarashlarini kuchli tarzda yoygan, ommalashtirgan va kuchli erkakning orqasida turgan, hamma tomonlama, karyera tomonlama ham, oila tomonlama ham katta marralarga erishgan ayol. Pozner bilan intervyusida Pozner o'shanda so'raganda, savol berganda, o'sha karyera qilayotgan, karyeradagi ayollarga, karyeristkalarga qanaqa maslahat berasiz deganda shunaqa gap aytgan edi. Hech o'zim eslab qolganman o'zim uchun. Hech kim o'lim to'shagida yotganda karyerasi qanaqa bo'lgani to'g'risida o'ylamaydi deb aytgan va shuning uchun har doim o'sha ikkala tomonni ham bir xil olib ketishga harakat qilinglar, chunki karyera, ish hammasi hamma vaqtda qilinsa bo'ladigan, erishsa bo'ladigan narsa, lekin ayol kishi baribir jamiyatda aynan oila bilan ham o'zini o'rnini topish muhim deb aytgan va bunaqa kuchli siyosatchidan, siyosatshunosdan bunaqa gap eshitish juda ham katta narsa bo'lgan men uchun. Shokka tushib qolganmisiz? Qattan dunyoyingiz buzilganmi? Ya'ni o'sha stereotip, hozir bugun biz stereotiplarni buzish uchun yig'ilgan ekanmiz. Oila karyeraga xalaqit qilishi yoki karyerist bo'lib turib ayol kishi hamma narsani o'zi qila olishi, hamma narsaga o'zi mustaqil erishishi ham bu katta stereotip deb o'ylayman. Oilani o'sha qo'llab-quvvatlashi baribir ko'p narsani hal qiladi va yana bitta eng katta stereotip hayo ibo, bu o'zini fikrini aytmasdan, ko'pincha jim yurib, faqat yerga qarab, kim nima desa xo'p bo'ladi deb yurishmas. Hayo ibo bu o'sha o'zini iffatini, o'sha o'zbek tilida chiroyli qilib aytganda, o'zini iffatini, o'zligini chiroyli saqlab qolgan holda, lekin o'zini maqsadlariga intilishda davom etish. Bu suhbat hamma narsani bir zumda o'zgartirish haqida emas, u o'ylab ko'rish haqida.
o'z-o'zini senzura qilishni yengib o'tsa bo'ladi. Hammangiz buni isbotisiz, jasoratingiz va samimiyligingiz uchun kattakon rahmat. Umuman bunda mayli, mana shunda bitta gapimni aytib olayim. Umuman bundoq olganda aynan mana shu proyektni nima desam bo'ladi, qo'rqmay yo'lga qo'yganinglarga sizlarga rahmat. To'g'risi taklif uchun kattakon rahmat. Juda ham mazza qildik va shu ruhda davom etasizlar degan umiddaman. Rahmat kattakon.